Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana telefonlaringizdan ko'ring. Harakat neti bor, yo'llarimiz bor. Ana ish telefonni qo'yishi, chiqalayman, video ko'raman, narsa ko'raman deganda turmaydi ekan. Tushib qolaveradi. Mana bu tekis ekan. Tekis bo'lgani telefon qo'yish uchun tushib qoladi. Bir yer chiqalayman, bir yer bosaman desang, shu tushib qolaveradi. Shuni uchun tekis ekan, yaxshi ekan. Endi bir narsa yo'limiz bor. Telefon ushashini ko'rsataman. Mana, lekin ushalmaydi. Lekin bunday qo'ysang turaveradi. Bunday narsa ko'rasizlar. Bunday narsa ko'raverasizlar. Orqanda ko'raman desa, orqanda. Lekin bo'yasini yaxshi ekan. Lekin bir narsa yo'limni ko'rsataman. Boshqasini endi mana bu bu narsani kasishi bor ekan. Kasishini uchun shu telefonni qo'yasiz. Mana bu zaryad olganing uchun qo'ygan shu yo'li bor ekan. Shuning uchun zaryad olsang, masalan, video ko'rasizmi, boshqa ko'rasizmi, narsa ko'rasizmi, telefon chiqalasang ham bu narsang tushib qolmaydi ekan. Mahkam turadi ekan. Bu qo'zg'alsa ham netmaydi, o'ynatsang ham netmaydi. Shunda mana bu shu kasishni, shu narsani zaryadga qo'yaman desang, shu zaryadga qo'yaveradi. Xohlasang qo'yasiz ekan, xohlasang bunday qo'yaverasiz. Hech yerga ketmaydi ekan. Orqi narsani tushib qoladi tegizsa, bu narsani kesishi zaryadga kirib turadi. Shu narsani zaryadga kirib turgan narsani, shu narsani telefon tushib turadi. Ana shunda harakatning shu mahkam bo'lib qolsa, odamlar kim kerak bo'lsa, masalan, shu ko'rib o'tirganda yaxshi. Ana shunda mahkam bo'ladi. Hech yerga ketmaydi. Qalasa bu. Shu narsani yaxshi ekan. Odamlar ko'rsa, yoqsa, like bosing. Eng yaxshisi.